Nima deya olaman, hikoyalaringiz ajoyib, hammasi zo'r. Ayniqsa menga boyagi er-xotin manyaklar haqidagisi yoqdi, lekin odamlarni yeganlari yomon ekan. Bo'ldi, bugun uxla olmayman, shuning uchun ham uyga boraman. Stop. Tushunmadim. Eshik jin ursin. Yana shamolga ochilib ketgan choqi. Mayli. Bo'lsa bo'ldi. Bo'ldi. Qiziq, bu yerda kim yashar ekan? Balki menga yordam berishar. Balki bu yerda hech kim umuman yashamas. Eshik ochiq, yaxshi. Kamera menimcha. O'sha yerda menimcha tunab qolsam bo'ladi. Tushunmadim. Qanaqa mayli. Bu meni ishim emas. Biror nima bo'lsa, oshib o'taman darvozadan. Qiziq, kimdir yashardimi o'zi bu yerda yoki hech bu uyni ko'rmagan ekanman. Jin ursin. Bo'lishi mumkin emas. Yo'q, men tush ko'ryapman. Bu shunchaki tush mashina. Bu yerda hech kim yashamasa kerak. O'sha eshikni taqillataman, agar hech kim ochmasa, buzib kiraman. Bir tepsam ochiladi. Sen qayerga buzib kirmoqchisan? Yo'q, meni noto'g'ri tushundingiz. Men yo'q. Boshim. Yura olaman. Ay, jin ursin. Xudoga shukr. Menimcha bu tuzli o'q ekan. Tuzli o'q agar tirik qolibman. Meni nima? Iflos. Yaramas. Hey, meni qo'yib yuboringlar. Yaramas. Hali bu yerdan chiqib ketay. Qanaqa joy bo'ldi? Eshik qanaqadir ko'rinmayapti. Menimcha yerto'la bo'lsa kerak. Buni qanday o'tsam ekan? Tep ko'rsam. Nima bo'ldi? Qani? Qo'lim yetdi. Axir bu. Axir bu ochiq qulfbuzarlarniki. Yaxshi, buni ishlatishni bilaman. Joyi, bobomning saboqlari bekor ketmabdi. Yaxshi. Va ozgina qoldi. Asosiysi bu yerdan chiqib ketsam bo'ldi endi. Bu qanaqa xona? Tushunursin, bu nima bo'ldi? Boshim. Boshim. Yaramas ayol. Tushunmadim, bu yerda er-xotin yashashadi. Tushunursin. Nima edi bu? Menimcha boshimga urgan arosat. Meni hushdan ketishga ketqizib shu narsalarni qarashmabdi-da. Mayli, bu yaxshi, albatta bu safar sekinroq bo'lishi kerak. Omadim keladi degan umiddaman. Ichamiz. Bo'ldi. Tezroq. Hech kim yo'q, xudoga shukr. Hech kim yo'q. Qiziq. Qanaqa joy? Qodim tovushlar. Qo'rqib ketibman. Shunsin.
Nimani ovoz edi bu? Bu nimani ovoz bo'ldi? Mayli. Tushunarsin. Tushunarsin demayni. Qanaqa ketsam bo'larkan? Qiziq albatta. O, bu yerda yashinsam bo'ladi. Ha. Albatta. Mana bunday ochib meni ursa, judayam yomon bo'lardi. Hech kim yo'q. Janursan. Nima bo'ldi? Aytgancha yana shu yerdaman. Bu yerda qayta. Qon. Janursan, shuncha qon mendan oqib tushdimi? Yaramaslar. Meni o'ldirishmagani yaxshi-ku, lekin biror kun tekshirishlari mumkin. Nimasi bor, nimasi yo'q deb. Ana shunda bu yerdan qaytib chiqa olmasligi mumkin va ana bu yerdagi qismatdoshinimni ko'yga tushishi mumkin. Mayli, bu safar sekinroq va tezroq ishlashga harakat qilaman. Bo'ldi, yaxshi. Men hech bo'lmasa mana shu yigit uchun ham chiqib ketishim kerak. Aks holda u yigit bekorga o'lib ketgan bo'ladi. Men ham hali yashashni istayman axir. Bu yerda hech narsa yo'q. Yaxshi. Yaramas ayol. Tepaga chiqishga. Shinursin, qochdim. Yaqinlashma. Iflos ayol, nima qilmoqchisan meni? Tezroq yuraversam bormidi? Seni nima qilardim? Hozir sendan qochib ket. Ay boshim. Suvam yo'q yuvinib olishga. Jinursan. Hozircha bu o'zimda. Bu uy nechi qavat o'zi? Yaramas ayol. Balki nimaga o'zim men bu tomonga kelyapman, balki boshqa joyda ham chiqish bordir. Kim aytdi faqat shu yerdan chiqish mumkin deb, lekin uyni atrofini aylanib chiqish kerak edi. Birdaniga shu yerga yopishmasdan qiziq. Bu yerda nima? Eshik ochiq ekan. Bu nima? Yopiq. Hozircha hech kim yo'q. Qiziq, bu yerda boshimga tegyapti. Bu nima bo'ldi? Qiziq, qani. Iflos. Nima? Nimalar bo'lyapti bu uyda o'zi? Qotil. Bobo. Bu nima? Xo'sh, yo'q, yaxshisi bosmayman. Kim biladi nima bo'lib? Balki qanaqadir yana ovoz chiqarar. Ventilyatsiya. Ishonirsin, yopilgan. Men o'cholmayman. Yopiq. Bu tomonda nimadir turibdi. Hey. Qo'l. Ochilsangchi, ochildim. Nimaga? Bo'ldi. Yopildi. Qo'lim tovush. Kimdir bormi? Tushunursan. Yaramasa robot nima qilib qo'ydim?
Endi tuzoqqa tushdim. Agar hozir borsam, iflos yana bu xonada nimadir bormi? Stop. O'limimdan avval hech bo'lmasa ayting. Sizga nima kerak? Mendan nima istaysizlar? Sen bizga nabira bo'lar eding, ammo ketishni ma'qul ko'rding. Shuning uchun endi bizga kerak emassan. Bo'ldi nabiragina. Do'zaxda Yaxshi ko'rishguncha tushlar o'yin tilayman. tugadi. Biz bilan o'ynashish ana shunaqa bo'ladi. Hey boy.